Sitora Farmonovaning eri qamaldimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Sitora Farmonovaning o'zining Instagram sahifasiga ochiqchasiga sevimli rafiqa va ambasador Xonsaroy Uz deya yozib qo'yganligi keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir vaqtda Xonsaroy qurilish kompaniyasining bosh direktori qamoqqa olingan degan xabarlar tarqaldi. Ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra uni Bosh prokuratura aynan bugun qamoqqa olgan. Yashnobod tuman sudi tadbirkorni 190 milliard so'mni mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblamoqda. Gap shundaki, Xonsaroy qurilish kompaniyasi direktorlari tasodifan g'oyib bo'lib qolgan. Xabar berishlaricha, deyarli barcha mashhur blogerlar reklama qilgan mashhur Xonsaroy kompaniyasi ustidan tergov boshlangan. Mas'ullarni qamoqqa olingan degan gap chiqdi. Bu ma'lumot paydo bo'lishiga esa Xonsaroy kompaniyasining 16 million dollar mablag'ni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanib kelmoqda. Xabaringiz bor, bir necha oydan beri Xonsaroy qurilish kompaniyasiga tegishli bo'lgan ba'zi bir mishmishlar bo'layotgan bir paytda aktrisa Sitora Farmonovaning Xonsaroy asoschisiga ikkinchi ayol bo'lib tekkani, bundan tashqari Xonsaroy asoschisining birinchi ayoli 6 ta farzandi borligi va o'zining Xonsaroy asoschilaridan biri, ya'ni turmush o'rtog'i bilan birgalikda Xonsaroyga asos solgani haqida aytib bergandan so'ng, Farida Kulmatovaning, ya'ni Xonsaroy asoschisining birinchi ayolining Instagram sahifasi ham tavsifdan g'oyib bo'lgan edi va bu keng muhokamalarga sabab bo'lgandi. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan beri ijtimoiy tarmoqlarda qurilishi to'xtatilgan yoki bo'lmasam qurilishga rasmiy hujjati bo'lmagan kompaniyalar ham o'zlarining qurilishlarini reklama qilayotgan bir paytda videolar tarqalib ketdi. Xususan aynan shu holat, ya'ni qurilishga ruxsat berilmagan qurilish obyektlari allaqachon reklama qilinayotgan holatlari Xonsaroy qurilish kompaniyasida ham sodir bo'lgan. Butun O'zbekiston xalqidan shuni so'rab qolamanki, har qanday qurilishi kompaniyasini uy olayotganingizda albatta ularning QR kodlari va tegishli hujjatlari bor yoki yo'qligiga, qurilish obyektiga ruxsati bor yoki yo'qligiga e'tibor qarashingizni so'rab qolamiz. Shunday ekan, bu videoni barcha uy olaman degan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.